Salom, men hozirda 12-sinf bitiruvchisiman, lekin bu voqea meni 9-sinfdagi kunlarimga qaytaradi. Chunki o'sha vaqtda maktabimizda juda g'alati bir voqea sodir bo'lgandi. O'sha kuni hammasi oddiy boshlangan edi. 3-dars ketayotgan, hamma joy tinch edi. Birdaniga bizdan yoshi katta bo'lgan 2 nafar yuqori sinf qizi sinfimizga yugurib kirdi. Ular yig'lab, titrab turishardi. Dahshat ichida edilar. Ular bizning o'qituvchimizga shunday dedi: "Bir sinfdoshimiz hojatxonada bizni bo'g'ishga urindi." O'qituvchimiz bir zumni ham boy bermay, darhol u yerga yo'l oldi. Biz hammamiz hayratda va xavotirda edik. Ular qizlar yuvinish xonasida yetib borgach, voqeaning eng ajablanarli tomoni ochildi. O'sha ayblanayotgan qiz qandaydir tarzda o'z sinfiga qaytib ketgan edi. Ammo sinfga kirishganida o'qituvchilar butun xona ag'dar-to'ntar holatda ekanini ko'rishdi. Kitoblar, ruchkalar, daftarlar ham har tomonga sochilgan, stollar yiqilgan. Sinfdoshlarning yuzida vahima, ularning barchasi xonani tark etishga majbur bo'lishgan edi. Yana qaytib kirishga jur'at etishmagan. Biz o'z sinfimizda o'tirib bu voqeani muhokama qilardik. Ayblanayotgan qiz o'z sinfi ichkaridan berkitib olgan edi. Eshik ochilmasdi. O'qituvchilar uni tinchlantirishga harakat qilishardi, ammo u javob bermasdi va nihoyat qizning onasiga qo'ng'iroq qilishganda, "Qizim bir necha oydan beri ruhiy kasal" degan ovozni aytdi. Vaqt juda sekin o'tayotgan edi. O'qituvchilar bir-ikki harakat bilan eshikni buzib ichkariga kirishdi. Bu stollar odatda 3 ta bola bir ko'taradigan darajadagi stollar edi, ammo o'sha qiz 3 ta stolni ketma-ket bir o'zi taxlab qo'yganini ko'rishdi. Onasi kelgach qizni tinchlantirdi va unga dalda berib, uni shifoxonaga yetkazishdi. U yerda turgan eshik yonidagi qizlar juda ham ajablanardi, chunki bu stollar juda ham og'ir, juda ham katta edi. Shu sababli qizning ichida qandaydir jin bormikin deya ko'pchilik hayratdan qotib qolgandi. Onasi uni doktorxonaga olib borar ekan, doktorning javoblari juda ham g'alati va ajablanarli edi. Bunday kasallik odatda milliondan bir emish va biz bu gaplarni eshitganimizdan so'ng bu kasallik yuqishi mumkin degan holatda biz u maktabdan ketishga qaror qildik. O'sha qizning g'alati odatlari, g'alati yurishlari, g'alati ovozlari hali hamon esimizda va biz bu maktabdan ketishni maqsad qilgan edik. "Ey, men Indinga ketyapman, 33-maktabga. Men esa 34 ga ketyapman. Xohlasang 34 ga o't."